Fransiyada tug'ilib o'sgan, oddiy oilada tug'ilib o'sgan qiz bo'ladi. Aynan o'sha davrga 1400-yillarning boshiga kelib Angliyaning Fransiyaga tahdidi kuchayadi. Ya'ni Angliya qo'shinlari Fransiyaga bostirib keladi va o'sha davrda Fransiya qo'shini tor-mor bo'lib, ko'pchilik viloyatlarni allaqachon bosib olgan holatga kelib qolgan bo'ladi. Joana d'Arc esa yoshligidan juda ham ilmga chanqoq, bundan tashqari har qanday muammoni tanqidiy mantiq o'ylab yecha oladigan qiz bo'lib o'sadi va u kelajakda o'z vatanini himoya qilish uchun sarkarda bo'ladi. Ya'ni bunga sabab uning shunchaki o'zi irodasi bilan birgalikda xristian dinining farishtalari unga kelib kuch beradi va shundan keyin u ayol sarkarda bo'lib boshqaradi. Boshida unga ishonadiganlar juda ham kam bo'ladi. Ya'ni qirolning o'zi, Karl Gittining o'zi unga bosh qo'mondonlik lavozimini berish juda ham qiyin bo'ladi, lekin u o'z zakovati, kuchi, irodasi orqali o'z davlatini boshqarib, sarkardalarni boshqarib, bosh qo'mondon sifatida ko'plab jang strategiyalarini qo'llagan holda Fransiyani shunday og'ir ahvoldan olib chiqqan ayol sarkarda hisoblanadi. U shu kungacha jannatda juda ham ko'p munozaralar ostida bo'lib, uni ko'pchilik ba'zan o'sha ichidan to'pib chiqargan, ya'ni o'sha farishtalar bilan ko'rishganni ichidan to'pib chiqargan deb ko'rishadi. Ba'zilar xoin deb ko'rishadi, ba'zilar esa o'sha papalarga qarshi chiqqan ayol sifatida ham ko'rishadi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha davrning mard ayoli deb bilaman, chunki u qishloqda oddiy bir oilada tug'ilib o'sganiga qaramasdan va oddiy oilada tug'ilib o'sganiga qaramasdan u katta davlatni juda ham og'ir ahvoldan olib chiqqan qiz hisoblanadi.